Assalomu alaykum. Assalomu alaykum oliyjanoblar kanalining qadrli obunachilari. Bormisiz, omonmisiz? Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisiga yetib kelganmiz azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga noyabr oyiga yangi qabullar yo'lga qo'yilgan, shular haqida batafsil ma'lumotlarni video davomida berib o'tamiz. Albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka va opa-singillarga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik. Qahramon aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi aka ishlar bilan? Qahramon aka, hozirgi kunda noyabr oyiga yangi reyslar, yangi qabullar boshlandi deyildi. Ya'ni mana shu qabullarimiz haqida batafsil ma'lumotlarni berib o'tib ketsangiz. Qachon va qayerdan reyslarimiz bor? Xo'p. Farg'onadan Namangandan reyslarimiz bor, Vodiydan Toshkentdan reysimiz bor. Farg'onadan esa reysimiz 8-chi, 9-chi, 15-chi, 22-chi, 25-chi kuni Farg'ona Madina reyslarimiz bor. Namangandan esa haftada bir kun bo'ladi. Toshkentdan kunora reyslarimiz bor. Ya'ni Toshkentdan qanaqa? Madina yo Jidda, Namangan, Jidda, Namangan. Toshkentdan ham shunaqa Madina reysimiz, Jidda reyslarimiz bor. Toshkent, Madina, Toshkent, Jidda. Namangan ham Toshkent Jidda bo'ladi, Toshkent Madina bo'lib qoladi. Namangandan. Ya'ni hurmatli obunachilar, agarda siz ham yaxshi niyat qilib Umra ziyoratiga ota-onangizni birgalikda jo'natmoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol aloqaga chiqib, joylarini bron qilishlaring mumkin. Xo'p, Qahramon aka, bundan tashqari safarimiz necha kunlik va qayerlarda bo'ladi va shart-sharoitlari qanday? Gastiniца oraliq masofalari, shularni ham bir qator aytib o'tib ketsak. Xo'p, biz safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 14 kunlik safarimiz ichida 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'linadi. Madinada esa gastinisalarimiz oraliqlari 150-200 metr oralig'ida, Makkada 1,5-2 kilometr oralig'ida. 24 soat davomida avtobuslarimiz bor. Bemalol ibodatga chiqib borishlari mumkin. Yoshroq aka-uka, opa-singillarimiz uchun piyoda borsa ham bo'ladi. 15 minut, 20 minutda borsa bemalol yetadi. Demak, ya'ni piyoda ham borib kelish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Shunday. Xudo xolasa, hozirgi mana shu aytib o'tib ketilgan sanalarimizga hozir qabullar yo'lga qo'yilgan deyildi. Bundan tashqari safarimiz mobaynida ziyorat va sayohatlar, shular haqida ham bir ma'lumotlar berib o'tsak. Sayohatlarimiz bor. 50 boshlarimiz tomonidan olib chiqiladigan sayohatlarimiz 14 kun davomida 7-8 kuni sayohatlar bilan o'tadi, ibodatlar bilan bemalol telefon qilishaversin. Xo'p, Qur'on zotiga boriladi, Uhud tog'iga chiqiladi, Qizil dengizga, Xurmo bog'iga olib boriladi. Sayohatlarimizni hammasi bitta to'lovning ichida bo'ladi. Ya'ni qo'shimcha to'lovlarsiz mana shu bir marta to'lovning ichida hammasi o'z ichiga oladi. Xuddi shunday. Taomlarimiz qanday bo'ladi, Qahramon aka? Taomlarimiz Madinada esa 2 mahal milliy taomlar, o'zbek milliy taomlari, Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Ya'ni o'zimizni mana shu yerdan ketgan povurlarimiz xizmatda turishadi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agar siz ham niyat qilib yurgan bo'lsangiz, hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqishlaring mumkin. Xo'p, Qahramon aka, mana shu aytib o'tib ketilgan sanalarimizga hozirgi kunda narxlarimiz necha pul? Xo'p, Vodiydan Namangan, Farg'onadan ketadigan reyslarimizga 1,50 dollardan narx chiqardik. Toshkentdan esa 1000 dollardan deb belgiladik. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri parvozlar bo'ladi. Primoy reysimiz. Primoy reyslar. Farg'ona Madina Primoy reysimiz. Namangandan ham Primoy reys, Toshkent. Hammasi primoy to'g'ridan to'g'ri. Perisatkasiz yo'q. Perisatkali reyslarimiz olinmaydi bizda. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, ishonchli va garantiyali tur firma orqali yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa ham, bemalol mana shu ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, joylarini bron qilishlari mumkin. Xo'p, to'lovlarni qanday amalga oshiriladi, Qahramon aka? Xo'p, to'lovlarni ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishadi, Telegram orqali shot raqam beriladi, bankdan o'zlariga yaqin bo'lgan banklardan bemalol to'lashlari mumkin. Ya'ni o'zlarini hududidagi bank ofislaridan to'lovlarni amalga oshirish imkoniyati bor. Agar vodiydan bo'lib, ofisga boraveramiz, batafsil tanishib kelamiz deyishadigan bo'lsa, bemalol kelishaveradi, qabul qilinaveradi. Pulni ham shunga to'lasa bo'laveradi. Ya'ni shu yerda rasmiy kassalarimiz bor, demak, to'lovlarni shu yerda ham qilsa bo'lishadi, xohlasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, qo'ng'iroq qilinglar, aloqaga chiqinglar va bizni kanalga obuna bo'lishni unutmanglar azizlar. Sizlar bilan har doimgidek oliyjanoblar kanal admini Qahramon akam xudo xolasa boshchiligida video syomkani chiqardik. Agarda videoda xato va kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariy yozib qoldirishni unutmanglar azizlar. Qahramon aka, rahmat sizga ham mana shunday xalqimiz uchun mana shunday yangiliklar qilishdan to'xtamang. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar.